Kadastr raqami nima uchun tekshiriladi? Yer sotib olish yoki qurilish boshlashdan oldin kadastr raqamini tekshirish juda muhim. Chunki bu raqam yerning qonuniyligini ko'rsatadi. Agar kadastr raqami to'g'ri bo'lsa, demak yer davlat reyestrida mavjud. Agar u yo'q bo'lsa yoki noto'g'ri chiqsa, bu kelajakda katta muammolarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har qanday bitimdan oldin tekshiruv shart. Kadastr raqami qayerdan olinadi? Kadastr raqami odatda yer hujjatlarida yozilgan bo'ladi. Masalan, kadastr pasportida, yerga egalik guvohnomasida yoki oldi-sotdi shartnomasida. Agar hujjatlar eski bo'lsa, kadastr raqami yangilanmagan bo'lishi ham mumkin. Bunday holatda rasmiy kadastr idorasiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Kadastr raqamini qanday tekshirish mumkin? Kadastr raqamini tekshirishning eng ishonchli yo'li rasmiy davlat xizmatlaridan foydalanish. Buni onlayn tarzda yoki kadastr idorasiga borib amalga oshirish mumkin. Tekshiruv vaqtida kadastr raqami bazaga kiritiladi va yer haqidagi barcha rasmiy ma'lumotlar ekranda chiqadi. Bu usul eng xavfsiz hisoblanadi. Tekshiruvda qanday ma'lumotlar chiqadi? Tekshiruv natijasida yerning aniq joylashuvi, maydoni, foydalanish turi va egasi ko'rsatiladi. Shuningdek, yerda cheklovlar yoki taqiqlar bor-yo'qligi ham ma'lum bo'ladi. Masalan, qurilish mumkinmi yoki yo'q, ipoteka ostidami yoki sud bilan bog'liq holatlar bormi? Bularning barchasi tekshiruv orqali aniqlanadi. Muhim ogohlantirishlar. Agar tekshiruvda kadastr raqami chiqmasa yoki hujjatdagi ma'lumotlar mos kelmasa, bitimni to'xtatish kerak. Hech qachon keyin hal bo'ladi degan gaplarga ishonmang. Avval kadastrni to'liq tekshiring, shundan keyingina qaror qabul qiling. Bu sizni katta moliyaviy va huquqiy muammolardan himoya qiladi.